Assalomu alaykum, hurmatli Qashqadaryoliklar. Mana bugun Qashqadaryomizga ajoyib bloger Ashurali aka Karim tashrif buyurdi. Kecha Yerqo'rg'onda kutib oldik. 12 soat vaqtini yo'llarda o'tkazib, bizni xonadonimizga Koson tumaniga, Ushoqtepa qishlog'iga tashrif buyurgan ekan. Katta rahmat aytamiz. Mana nevaralari Oybekjon, Nurbejonlar, onalar salom aytibdi nevaralariga. Ularga ham katta rahmat. Omon bo'lsin, bobosidek eliga, xalqiga, O'zbekistonimizga xizmat qiladigan insonlar bo'lsin. Mana bu kamtarona dasturxonimizga bugun qarangi shifo haqida gapirdi. Biz yana onamiz ochdi, opitimiz. Chunki shifoni qadriga yetmagan ekanmiz. Ashurali aka shifo haqida yaxshi gaplar, ota-bobolarimizda qolgan gaplarni gapirdiki, biz faxrlanib ketdik. Bundagi yer bilan to'proq inson bilan birga yaralganligini, bu to'proq ustida o'tirish bir odamga energiya berayotganlarini eshitib juda boshimiz ochib aytdi. Mana Aktam buva, Anvar buva mana tollarda aytdi, toldagi o'tirib suyanib qadimdan ota-bobolarimizga soyabon bergan tolimizni tagida o'tirishni o'zi bir katta rahmat. Mana Ushoqtepaga, To'lg'aga, shada bir Nuroniylar choyxonasini ochib qo'ying, suhbatda o'tirib, ular ham bir madaniy hordiq chiqarsin dedi, yo'llarni ochib qo'ying dedi. Shu kishini gaplarini e'tiborga olamiz. Ko'rsatgan ko'rsatmalarini to'liq bajaramiz degan niyatdaman. Vodiy bilan Qashqadaryoni bordi keldisi yo'qolmasin. Har doim elimizga, xalqimizga xizmatda bo'lsin. Mana bizning nevarlarimiz ham Tog'ayevlardan mana shu Mustafalar ham, Anvarbon nevaralari ham blogerlar bo'lib, xalqqa, vatanga, yurtga xizmat qiladigan insonlar bo'lsin deymiz. Qayerda ishlayotganlar bo'lsa, sog'-salomat yurtimizga qaytib kelsin. Ashurali aka Karim bilan ularning xonadonida biz xizmat qilish bizga nasib etsin deymiz. Omon bo'laylik, har doim elimiz tinch bo'lsin. Ashurali aka, yana bir bora xush kelibsiz. Oilaviy sizga omad, baxt tilab qolamiz. Lekin baribir vaqt g'animat deydi, vaqt cheklangan deydi. Bizga shunday cheklangan vaqtda ham siz kelibsiz, bu sharaf. Mana qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelgan ekansiz. Do'stligimiz abadiy, vodiy Qashqadaryo yashasin, yayrasin. Omon bo'ling, yashin. Hazil